Bugun so'zlaydigan darsimiz Android'dagi yana bir muhim hukm handlari, ya'ni Android handler. Endi Android handler degan chog'da biz oldingi soatlarda biz Shenchongni ko'rib o'tgan. Shenchongda biz Zhu UI'ga, ya'ni Zhu Shenchongdagi UI so'zni qilolmadik Shenchongni ichida. Chunki u Zhu Shenchong bilan Shenchongni biz Zi Shenchongni ichida Zhu Shenchongga UI so'zni qildiganga Android yo'l qo'ymaydi. Android'la yo'l qo'ymaydi emas, nurg'un programmalar shundaqa. Mesela mayli C# bo'lsin va yoki mayli boshqa tillar bo'lsin, ko'proq ahvolda shundaq cheklim bor. Nimishga desanglar, endi butkul UI sistemasini Zhu Shenchong boshqarib mavdi. Endi biz shunday ahvollarda yoki bo'lmasa boshqa o'zaro ma'lum bir yerda bir uchur almashtiradigan bo'lib qolsa, Leylani orasida, ikki tiplarni orasida uchur almashtiradigan bo'lib qolsa, shunday ahvollarda biz shu handlerni ishlatish orqali uchur almashtirish maqsadiga yetalaymiz. Unda olsa handlerninki aniqlanish usulini ko'rib bakalım. Handlerning aniqlanish usuli naytadiya handler mesela ma'lum bir beyanlarni ismini yozamiz. Ondan keyin new deb shliqa qilamiz. Handler. Ondan keyin buniki qaraydigan bo'lsak, hargiz Java util logining handler deganni kirib qo'ymaymiz biz. Android OS niki, ya'ni Android so'zlovchitoni ichidagi handler deganlarni kiramiz. Shu layerni import qilgan chog'da diqqat qilgan yerni birsi. Layerni kirib, masalan, boshqa layerni kirib, meyadan get skills o'xshash handler deb lay qurilgan bilan ba'zi xosliklar o'xshamay chiqib qolsa, odamni tadqiqlaydigan chiqib qolishi kichikkin diqqat qilmaslik sababidan. Endi biz navbatda bir handlerdan birini qurib bo'ldik. Unda handlerdan birini qurib bo'lgan ekan, boyatda men dedim, handler deganimiz endi rasm bo'yicha tushuntirsak, bu endi bir mesajlarningki bir tizimlik, ya'ni mesajlarniki bu bir nimada guanzi desak, mana bir guanzi desak, unda olsa mesela uchurlar soldan o'ngga qarab mavdu desak, uchurlar soldan o'ngga qarab mavdu desak, unda olsa bu uchurlar shunday shaklda bo'ldi. Masalan, birinchi uchur, ikkinchi uchur, uchinchi uchur, to'rtinchi uchur, 5-chi uchur deb mijda shaklda bo'ldi. Bu yoqdan matrabdan uchur kirdi, matrabdan uchur kirdi, matrabdan uchur bir taraf bo'lib chiqib ketdi. Endi bir mesajlarniki handlerda tizish shaklimi mushu. Biz ma'lum bir handlerda ma'lum bir mesajni yo'llasak, unda olsa musha kirib uchur saqlab turdi. Demak, biz handlerda biz mesajlarni ma'lum bir vaqt ichida yo'llay olamiz, ya'ni ma'lum bir vaqtdan keyin yo'llay olamiz, ma'lum bir vaqt belgilab yo'llay olamiz yoki bo'lmasa shu barliq yo'llangan uchurlarni bir taraf o'chirib yuboramiz degan so'z. Bu uchurlarda endi o'zlari qimmat saqlanibmoqda. Biz bergan qimmatlar saqlanibmoqda degan so'z shu uchurlarning ichida. Buni baynaliq masalan agar Wangloni o'rgangan so'qtashlar bo'lsa, ozroq tushunish ko'rdi. Baynaliq Shujilen olsin, Yinyoson deganga o'xshash shu Wangloniki top jegosiga o'xshab ketadi. Buniki mesela har xil uchurlar saqlanadi degan so'zning ichida biz ko'rsatgan har xil uchurlar saqlanadi degan so'z. Endi biz handlerlarniki unda olsa shu uchurlarni biz elish uchun cho'qim bir qaytadan yozadigan bir fanfalarimiz bor. Ya'ni handler message degan fanfasini biz cho'qim qaytadan yozamiz. Buniki handler message degan fanfasini biz qaytadan yozamiz. Endi bu handlerlarga biz handler message deganni men qaytadan yozib oldim. Unda olsa mega system out msgdr mesela mega watt deganimiz odatda bizniki navbatdagi handler nima ish qildi deganni ko'rsatadigan bir int qimmat oladigan bir bayanot, ya'ni mesajniki bir muqim bayanot. Unda olsa mush handlerlarga biz qanday uchur yo'llaymiz endi? Handlerlarga qanday uchur yo'llaymiz degancha handlerlardan olgan duyshanga biz qaraydigan bo'lsak, send deb yozadigan bo'lsak, masalan telefondan biz send message deymiz-ku, shunga o'xshashlar mana. Qaraydigan bo'lsak, ikki xil shakli bor buning. Birisi send message, yana birisi send empty message dedi.
Ma empty message degene qaraydigan bolsak, faqat buningga nima ish qildiganini uqtirmiz ya biz. What degan san shusini beramiz. Endi ma message deganda qaraydigan bolsak, message duyuşandan birini beramiz ekan buningga, message duyuşandan birini beramiz ekan. Qolgan san shularni hammasi siyosatchidan o'xshab ketadi mana. Ma u hamda ma empty message'nikini birdan ko'rsak, ma faqat naq vaqtida yo'llaydi degan so'z, ya'ni darhol yo'llaydi degan so'z. Ma at time dedi, kendiki ma'lum bir vaqtning ichida yo'llaydi degan so'z. Ma'lum ma'lum bir vaqtdan keyin yo'llaydi degan so'z, ma'lum bir vaqtdan keyin yo'llaydi. Masalan, oldida masalan 5 sekunddan keyin yo'llansin desak, unda bo'lsa mush keyiniga 5 mingni yozamiz degan so'z. Ma'lumsi micro time bo'yicha ma'noda, ma'lumki millisekund bo'yicha ma'noda. Endi biz hozir naq vaqtda birini yo'llab boqlayman, unda bo'lsa 100 deb birini yo'llab boqay. Mush activity qo'zg'algan zamatla naq vaqtda messajdan birini yo'llaydi, 100 deb yo'llaydi. Undan keyin men mega ostiga yana 3 sekunddan keyin birini yo'llaydi. Unda bo'lsa buningga men 200 ni yo'llaydi 3 sekunddan keyin. Endi mana ikkisini biz selishtirib ko'rib boqaylik, log qarab boqaylik. Biz buni qo'zg'atib ko'rib boqaylik. Qo'zg'atib ko'rgandan keyin mana log qaraymiz biz. Mana endi deydi. Yana Android'da mana home. Yerda ma'lumot qo'zg'algan monetini topamiz. Shuning uchun ID beni biz bir qatam reset qilsak, yerdan topadi buni. Topgandan keyin buni biz qo'zg'atib men qaraydigan bo'lsak, buni dastlab qo'zg'algan chaqdila bu avtomatik 100 chiqadi. Masalan, meni qayta sinayman, o'chirib, men tozlayib. Nega diqqat qilinglar men rayonga. Android qaraydigan bo'lsak, qo'zg'alganda 100 chiqadi. Undan keyin birdan o'tgandan keyin, masalan, 3 sekund o'tgandan keyin bu 200 chiqadi. 200 chiqadi. Endi demak, ma'u keyindikisi bo'lsa, qaranglar, keyindikisi bo'lsa, bizniki ma'lum bir vaqtdan keyin, ya'ni belgilab qo'ygan vaqtdan keyin, ondan keyin bizga 200 degan mesajni yo'llaydi deysiz. Mishaga nimani yo'llasam, shu vaqtga shu keldi degan so'z. Unda esa biz hozir bunda bir kichik demo o'qib boqaylik. Men progress bardan birini tashlay. Undan keyin ostiga men buttondan birini qo'yay. Button chekkan chaqda progress bar to'shgan chaqda, undan keyin masalan ustidan bir tal text view bo'lsa, text view chiqsin, masalan tush bo'ldi degan text viewdan bir bo'lsa, shu text view ko'rinsin. Mana shunda demodan bir qilib kichik. Endi olsa men view kirib, men ustidagi text mana bu hello world ni men yuqori qilib qo'yay. Bu hello world ni men bu yerdan full parent qilib, undan keyin buniki text size, ya'ni text size ni men 24 qilib qo'yay. Buni men yuqori o'tirib to'g'rilab qo'yay. Undan keyin Android greatest ni center horizontal, Android margin topsi on the null deb to'g'rilab qo'yay. Hem to'g'rilab bo'lgandan keyin bu more holatda masalan bunga bir ID beray men. ID text view deya. Bu sukut altida buniki visibility ko'rinmagan holat bo'lsin. Men ostiga andasam yerga progress bardan buni quray. Buni bunda chaqqa vaqtni tejash uchun tatib akab tashlay. Yerga men progress barniki horizontalsini qurmay, cho'qimay horizontalsini qurib,
Bunikini fill parent qo'yayman. Lekin margin topsa 42, margin left 0 bo'lsin. Lekin buniki Android margin left 0 deb Android buniki margin right 0 deb bo'lsin. Endi bunaqa progress bir bad deb ostiga buni ostiga men buttonda buni qo'ymayman. Buttonda buni qo'ymayman. Buttonga men cache deb qo'yay, start deb qo'yay bo'lsa, start deb qo'yay. Men startni bosganchaqda progress bar har bir yarim sekundda deylik. Har yarim sekundda shu progress barniki qiymati o'zgarib to'shqandan keyin avtomatik masalan eng cho'ng qimmatga to'shqandan keyin bu uchib ketib ustidagi texture ko'rinsin. Endi olsa men Android on kliksiga on start click start click degan. Buni men cho'qim menda amalga oshirishim kerak. View deb amalga oshirishim kerak buni. Endi men buttonni chekkandan keyin har yarim sekundda dedim. Har yarim sekundda progress barni o'zgarsin. Unda olsa men miyaga int final int max maxi 100 olsun. Ana keyin final int progress har qitimda 5 dan olsin. Andan keyin miyaga men progress barni aniqlab olay. Progress bar deb aniqlab olay. Aniqlab olgandan keyin buni cho'qim men find view by id qilishim kerak. Progress bar shunami? Andan keyin men text viewni aniqlab olay. Text view deya. Text view nima men miyaga aniqlashim kerak. Text view find view by id deya. Progress bar endi bizniki qilmoqchi bo'lgan ishimiz har qitimda shu progress barniki qiymatini yarim sekundda bir qitim o'zgartiradigan dedik. Unda olsa men miyaga messajdan biri quray. Miyaga oldi bilan men handlerdan keyin bayatdan deb ketdim. Senda messaj qilgan chog'da birsiga empty message, yana birsiga message deyishgan dedim. Unda olsa men message deyishgandan biri quray. Message shunami? New message deb quray. Message deb qurgandan keyin men unda olsa ma'ni bir ayrim private void send message deb yozolay. Ayrim bir fanfa qilib yozolay. Qurgandan keyin unda olsa messajnikiga men chekib turib qaraydigan bo'lsam, messajniki mo'yin bunda 4 xosligi bor, chiqishiltiradigan. Birsiga watt messajniki wattsi bayanqi send empty watt ya'ni handlerga nima ish qilma deganni bildiradigan usuli. Yana birsiga qaraydigan bo'lsak, miyada
ARG1 bilan ARG2 deb bir INT qimmat saqlab ikki qimmat bor. Yana birisiga anandiki OBJ, ya'ni objectga biz har qanday narsani saqlay olamiz. Dushanni saqlay olamiz, shuzuni saqlay olamiz va adadiy benani saqlay olamiz degan so'z. Mana shu uchini eng ko'p ishlatamiz. Qog'ozlarni ham o'zingizlar iznib baqsangiz bo'ldi. Qog'ozlarni o'zingiz iznib baqsangiz bo'ldi. Endi navbatda meniki watt. Birinchisi masalan watt nima degan chog'da meniki undasa men wattga 100 berib qo'yay. 100 degani undasa navbatda progress barni genshin qildigan bo'lsin. 100 deganimiz progress barni genshin qildigan bo'lsin. Undasa MSG qimmatiga nimani bermaydi desam, undasa men qimmatiga progress barniki shunami MSG ARG1 ga beray. Progress barniki get progress shunami get progress'ga men qo'shib bermay o'zimizniki oshirma qimmatini qo'shib beray. Endi men miyaga if agarda mushu messajniki ya'ni qimmati 100 dan cho'ngib ketib qolsa, unda olsa men messajniki wattsini men 200 ga almashtirayday. 200 ga almashtirayday. Nima 200 nima ish qildigan narsa aytsanglar, unda olsa men 100 deganni hanzu chizib qo'yaveray bular. Genshin jindo deb qo'yay. Mavo 200 degani 100 ga to'shib bo'lgan ekan biz bu yerdan deganimiz bo'yicha progress barni yushirib tekstiyonni ko'rsatamiz dedik. Andaki men bu qimmatlarni berib bo'lgan ekan, dasa men handler'niki sende message deyman o'chada. Men sende message MSG'ni beraman har 500 sekundda. Men sende message beraman degan so'z. Unda olsa men miyaga tunji qitim men deyon qildim. Shunami? Tunji qitim men bani bir deyon qildim. Unda olsa men miyaga aldı bilan progress barni aniqlab olgandan keyin progress barniki set max 100 deb beraydi. Mana undan keyin set progress men 0 deb berib qo'yay bunaqa. 0 deb berib qo'yay. Endi berib bo'lgandan keyin men miyaga har qitim dosa messajniki men tekshirmani if MSG diyor watt tan 100 qolsa, ya'ni 100 qolsa 100 deganimiz o'chaqda bizniki genshin qiladi. Shunami? Genshin. Else if MSG diyor watt tan 200 qolsa o'chaqda bizniki inson qilyapti. Men oldi bilan inson qildigan izida. Dasa progress bar diyor set visibility view diyor gone deb qo'yay, ya'ni invisible desakmi o'xshashi. Undan men tekstiyonni ko'rinadigan qo'ysam bo'ldi. Set visibility view diyor visible deb qo'yay. Undasa ma'ni qilib bo'ldim men tukandikisini. Undasa men har qitim kelgandikisiga men set progress MSG'niki ARG1'dagi saqlangan qimmatini shu progressga bosib bo'ldi degan so'z. Hozir bo'ldimi desak, yo'q, bo'lmadi endi. Bu faqat bir qitim aylandi. Men bu yerdan dedim, biz bu yerdan ko'rsatgandek bu mesaj deganimiz bir uzun guanza dedik. Biz guanza dedik. Buningda har xil nurg'un mesajlar bo'ldi dedik. Endi churlik qilgan mesaj. Biz buni faqat birini berdik.
Maş ikkincisini biz qaytib berishimiz kerak. Uchinchilar hammasini qaytib berishimiz kerak ya. Qachon bermaymiz degan chog'da faqat 200 ga masalan ya'ni WhatsApp 200 ga toshgan chog'da biz bermasak bo'ldi ya, u chog'da bermaymiz. Demak, unda bo'lsa men send message degan funksiyasini miyaga yana qayta yo'llaymi degan so'z ya, qayta yo'llaymi degan so'z. Mana men public qo'yay. Mavo bizniki navbatdagi mas send message degan ma fanfarimiz maniki ichidagi ma send message bilan tepishib qolibdi, ma tepishib qolibdi. Unda olsa men miyaga send one message deb qo'yaman. One message deb o'zimiz shaxsiy izitla one message deganiki o'ngshildi mana. Endi biz normal bo'ldi ma. Bu qanday oldu desanglar, birinchi qitim aylangan chog'da masalan 5 qo, birinchi qitim aylangan chog'da 5. 5 ni yangilagandan keyin bu davomli turda men kirdi, qaytib mishini deyon qildi. Bir ta yangidan birini qurdi. Andan keyin buni WhatsApp oldi bilan yuzini berib turdi. Ma'qul usul yozish bek to'g'ri deb ketgan bo'lmaydi. Oldi bilan bunda dushan qurib elib andan keyin yozish bek to'g'ri deb ketgan bo'lmaydi. Oldi bilan tekshirib, andan keyin dushan qursanglar teg'miri yaxshiroq bo'ldi. Men faqat dars so'zlash uchun bunday yozib qo'ygan narsa bu. Andan keyin bu progressini, navbatdagi progress barniki, navbatdagi progressga yangi oshirma qiymatni qo'shib, uni yangi progress barni yangi qiymati deb bo'ladi. Yangi qiymatni 100 dan cho'ngmi, cho'ng emasmi tekshirdi. Agar 100 dan cho'ngib qolsa, unda asa vatni 200 qaytadi. Nemish qilmoqchi bo'lganligini 200 qaytadi. Ya'ni harakatni 200 qaytadi. O'zgartirdi. Undan keyin mush uchurni yarim sekundga yo'llaydi degan so'z. Undan so'ng biz mana ko'rib baqla. Qaraydigan bo'lsak, mana mana. To'shib bo'lgandan keyin avtomatik yo'qolib ketib, mahalla degan chiqdi. Qayta bir bossak ijro olmaydi degan so'z. Endi qayta bir bossak ijro oldig'ini qanday qilamiz degan chog'da, u chog'da ma'na miyaga ta'tirsini yozib qo'ysak bo'ldi degan so'z. Biz faqat miyaga ta'tirsini yozib, biz text unit gone, shunami? Qayta yozgan chog'da, masalan, qayta bir bosgan chog'da text unit gone, ya'ni ma progress barniki visible qilib andan keyin ma'na qiymatini biz qaytadan bir yana bir tanishib olsak bo'ldi degan so'z. Ya'ni miyadil tanishmay, mishadim tanishib olsak bo'ldi degan so'z. Chiqdi degan so'z. Endi bu birinchi misolimiz. Endi bu bir oddiy kichik bir misol. Endi biz bir handlerni biz dushanni bir handlerni sen shu shaklda yo'llab boshqa bir yerdami shu navbatdagi shu batni ijro qila olamiz, ganshin qila olamiz degan so'z. Mush usul bo'yicha. Ya'ni ma handlerni biz sen shu shaklda yana bir bizniki masalan shaza qildigan ma'lum bir lay bo'lsa, shunga berib shuni ichidagi o'zgarishni navbatdagi batga uchur shaklda yo'llay olamiz degan so'z. U xil usulni o'zing sinab boqsang bo'ldi. Odatda chidon jamiyatnimi mush xil usuldimi biz qila olamiz. Chidon jamiyatda mushni ustiga biz chidon jamiyatni qo'shmoqchi bo'lib qolsak, unda bo'lsa men qisqa oddiy bir chidon jamiyatni bir qo'shayam miyaga. Men miyaga unda bo'lsa oddiy liner layoutni bir qurayam. Liner layoutni bir qurib Android buniki file parent deb Android odatda bunda qilmaymiz bolalar. Odatda bunda qilmaymiz. Men faqat miyaga tushuntirish uchun qilyapman. Odatda ayrim view olamiz. Odatda ayrim view ilib, maqsad ayrim activity qilib, teg'mir qulaylik bo'lish uchun shunday qilamiz. Miyaga welcome view deb qo'yaman. Welcome view deb qo'yay. Hamda welcome view niki men miyada Android backgroundsni men qip-qizil qo'yay. Ya'ni
RGB tushunaman. Unda FF0000 manaki orientations'ni tanishimizni deydi. Android orientation'si manaki vertical bo'lsin. Mana qaraydigan bo'lsak, bizniki navbatga eng sirtidagi relative bo'lgandan keyin qaraymiz. Eng sirtidagisi relative bo'lgandan keyin biz eng asta qo'yganimiz bisib ketdi degan so'z. Eng asta qo'yganimiz hammasini bisib oldi degan so'z. Unda esa bizni navbatga mush qizil batni, qizil ichilgandan keyin mush qizilni, ya'ni ma'lum bir rasm deb qarsak buni, mush qizilni bir 2 sekund tug'izgandan keyin avtomatik o'chib ketadigan qilsa qanday qilamiz degan chog'da unda olsa buniki kodimiz oddiy. Men bu yerga faqat mushdaymanni o'zgartiraman, shundaymanni o'zgartiraman. Ya'ni 3 sekund turgandan keyin bu yerga men unda shu degan yo'lsini. Unda olsa men bu yerga o'xshash so'z bilan else if msgdr what tam shu bo'lsa, tushunaman. Navbatga shu viewni inson qilasan bo'ldi degan so'z. Welcome view, ya'ni unda olsa men bu yerga find view by id welcome view there set visibility view there gone deb mendal yo'q qo'ytayin. Gone deb yo'q qo'ydim. Unda olsa men oddiy bo'lgan, oddiy bo'lgan bir chidon jemenda birini qildim degan so'z. Hozir qaraydigan bo'lsak, mana 3 sekund chiqqandan keyin avtomatik yo'qolib ketadi degan so'z. Mana oddiy bo'lgan bir andikin miyani qilsak, davomli ishlaver degan so'z. Endi bu handlelar to'g'riliq so'zlaydiganmiz. Bu handlelarni hamda shundaq yibo shovshi deb qo'yamiz. Yibo shovshi yo'llaydigan, ya'ni bu navbatdagi so'zga tegishmaydi. Bayatdan ko'rib o'tdik-ku, mana navbatdagi so'zga tegishmaydi. Navbatdagi so'zga masalan agarda mana navbatdagi so'zga tegishgan bo'lsa, mana uncreate tugmagicha navbatdagi ekranda mana view ko'rinmaydi. Demak, mana navbatdagi so'zga tegishmaydi. Buni yibo shovshi deymiz odatda. Yibo shovshi deymiz. Yibo shovshi yo'llash deymiz buni. Navbatdagi so'zga, navbatdagi harakatga tegishmaydi. Bu qanday yo'llanadi desak, masalan, mana cho'nga masalan, mana cho'nga navbatdagi harakat bo'lgan bo'lsa, agarda biz bu yerda handlelardan birini qurgan bo'lsak, bu cho'nga mangaver degan so'z, tuvanga davomli turda mangaverib, bizniki yangidan qurgan handlelar ayrim bir, ya'ni ayrim bir o'zi bir judo bo'lib, bunda ma'at degan so'z, tan qadamda ma'at degan so'z, tan qadamda ma'at degan so'z. Bu handlelar to'g'riliq so'zlaydigan mazmun shunchalik bolalar. Bu nayt ko'p ishlanadigan, nayt qulaylik ham keyingi masalan mayli masalan bu funksiya yasaydigan bo'lsin, mayli va yoki boshqa narsa bo'lsin, va yoki mayli masalan ma'lum bir vaqt belgilab shunga o'xshash ishlarni qiladigan bo'lsin. Buni timerdan qiladi, lekin timer qaragan chog'da ma'tihim bir qulaylik boshqarish texim bir oson, boshqarish texim bir oson. Shuning uchun shuni ishlatishga qarab qoldi.